Wow, mana mashinani zo'rligini qaranglar. Wow, просто wow, chotkiligini qaranglar. Bu militsiyskimi nima, harbiyskimi? Wow. Ish qilib buni hech kim ko'rib qolmasin-da, ko'rib qolsa ham hech kim men tug'ilganimni bilmasin-da, ko'rmaganlikka olsin-da, iloyim voy shizur aka. Endi buni qishloqqa qanaqa qilib olib ketaman? Qishloqdan hozir men instrumentlarni bitta-ikkitasini olib kelib, buni hozir qishloqqa o'zim uyim yoniga olib ketishim kerak. Let's go, voy shizur aka. Let's go. Yehu, men endi boy bo'lib ketaman. Let's go, harbiyman. Let's go, go go. Hali sari ham armiyaga olib ketamiz. Armiyaga borasan, sana chiqib ketamiz. Xo'sh, vosh zo'r narsalar oldimda o'zi ham wow, просто hammaga salom, sizlar bilan Fermer Minecraft, ya'ni Estromik va yangi videoga xush kelibsizlar. Bugungi videoda biz juda ham qiziqarli narsalar ordan hozir eski maishiy texnika yo balobatlarni sotadigan odam bilan ko'rishib, arzimagan pulga mana shundan zo'r narsalar sotib oldim. Yo, Estromik degan подписчиклар vosh zo'r bo'ldi. Mana shu bizda. Hammanglar buni ko'rmadim deb o'ylaymiz. Xo'sh, let's go bo'lmasam, давайте. Montajda ham qilib tashab bo'lmaydi buni. Voy, вообще bor. Mana qulfni o'rnatsa bo'larmikan? Yo, mana qulfni, eshigimni qulfiga bu afsuski tushmas ekan. Sababi meniki sal zamonaviyroq, buni bu yerga qo'yamiz va ko'rishingiz mumkin, mana bu ochkini to'qib ko'rsak bo'larmikan? Yo'q, bu ochki bizga tushmas ekan, ya'ni bizni ko'zimizga toqilmas ekan. Ya'ni o'zi toqilanmi bilmayman, umuman adashdim. Mana bu narsa vashi zo'r. Buni men Reddit'ni videolarda ko'rgan edim. Ya'ni mana shunaqangi missiyalar yozib, xohlasa bajarsa galchka yoki boshqa narsa qilib qo'ysa bo'ladi. Albatta, buni sevimli YouTuberlaringizni ko'pida ko'rgan bo'lishingiz kerak. Endi menda ham bu mod bor. Vashi zo'r bo'ldi. O'zi oldin ham bor edi, lekin ishlatmas edim. Bu modni men topib olganimga ancha-muncha vaqt o'tib ketdi. Hech qisi yo'q, kelinglar biz polizlarni tozalab olamiz. Yarmini bir kunda, yarmini ikkinchi kunda ekkanim uchun ba'zilari o'sib, ba'zilari o'smay qolgan. Shuning uchun hammasini birdaniga olib tashlab, keyin birdaniga ekib qo'yganimiz ma'qul deb o'ylayman. Shuning uchun obunachilar albatta kanalimizga obuna bo'linglar. Atigi bizga hali 200 ta odam obuna bo'lgani yo'q. Biz tezroq 1000 ta bo'lishimiz kerak. Bu afsuski obunachilar 1000 ta bo'lganimiz yo'q. Bu juda ham yomon holat obunachilar. Men 1000 ta obunachi yig'masam bo'lmaydi obunachilar. Daj videoni oxirigacha ko'ryapsizlarmi degan gapga shukur qilyapti obunachilar. Let's go, videoni oxirigacha ko'ringlar. Вообще chotki bomba video bo'lyapti sizlar uchun obunachilar. Давайте bo'lmasa men baliq oviga chiqmoqchi edim. Shuning uchun men давайте biz bomba obunachilar portlatib yuborardim sal qolsa. Xo'sh, tilim sepadan chiqib ketdi. What the fuck. Xo'sh, obunachilar bo'lmasa biz kelinglar birdaniga tak nimaga boramiz? Baliq oviga. Tak polizlarni galchka qo'yamiz. Qaranglar qanday zo'r chiqdi. Wow, просто lol. Hozir let's go подписчиклар. Bugun qandaydir energiyaga boy video bo'lyapti deb o'ylayman, chunki meni reaksiyam juda ham yaxshi bo'lyapti bunachilar. Sizlarga ko'proq gapirishni xohlayapman, gapimni o'zim ham esdan chiqarib qo'yapman, chunki tilim sepidan chiqib ketyapti. Let's go подписчиклар. Bugun kayfiyatimiz juda ham a'lo, shuning uchun obunachilar bugungi videoda biz juda ham ko'p gaplashamiz. Salom jitil qalaysan, boshing kattami? Buni yuzimmi? Senga nima, o'zingga ketyapsanmi? Yo, musrini. Nima deyapsan? Mani musirni, polizini musir. Короче, yana tilim sepidan chiqib ketdi. Obunachilar, men zo'r gaplar gapirmoqchi bo'layapman, lekin adashib ketyapman. Obunachilar, shuning uchun kanalimizga obuna bo'linglar. Albatta, men sekin xotirjam gapirishga harakat qilaman. Let's go. Masalan, mana shunday gapirsam yaxshimi yoki mana shunday gapirsam yaxshimi yoki obunachilar sizlar bilan deb gapirganim yaxshimi yoki вообще-то boshqacha ovozda gapirganim yaxshimi? Sizga albatta qaysi biri yoqadi? Buni ham izohlarda yozib qoldiring. Albatta, izohlarda yozib qolishga juda ham ko'p savollar tug'iladi bugungi videoda. Shuning uchun kanalimizga obuna bo'lib, izohlarga yozib, videoga like bosib, oxirigacha o'tkazmasdan ko'rishingizni iltimos qilib qolaman. Mana suv ham ko'rindi. Yo, mana qanaqa mashina, butun umr mashinam bo'lishini orzu qilganman. Bu qanaqa mashina? Bu yoqda qishloqimiz ozgina O'zbekistonga hazillashdim. Minecraftimiz havosi sal ifloslangan, shuning uchun mana shunda qishloqimiz ozginagina ko'rinmay qolyapti. Xatti obunachilar, kelinglar suvga. Baliq suvda cho'kmoqda. Suvdan chiqdi. Tak, подписчиклар, let's go. Suvdan chiqdi. Короче, obunachilar, mana suvdan chiqib oldik. Endi bo'lsa biz bu mashinani tekshirib chiqishimiz kerak. Bu qanaqadir harbiyskiy mashina bo'lsa kerak. Bunaqangi vashi zo'r ekan obunachilar. Wow, просто wow obunachilar. Ko'rishingiz mumkin buni. Ichini qaranglar obunachilar, qanaqadir kompyuterskiy va zangor hakkerskiy narsalar bor ekan. Rullari ham zo'r ekan. Buni men sirasi qishloqqa olib ketishim kerak obunachilar. Lekin biz baliq ovga chiqqanmiz. Baliqsiz qaytsak
ko'rsak hayron qolmasin boshqalar. Shuning uchun kelinglar bitta ikkita baliq ovlab olamiz. Qani, o bale, qani tushormakin. Xo'sh, yaxshi, okey. Xo'sh, obunachilar, men baliq ovlay olmadim. Shuning uchun mashinani o'z bilan qaytishga majbur bo'lsa, sababi birorta baliq yo'q ekan bu yerda. Sababi bilmayman, sababi nimaga, lekin men bilmayman ekan obunachilar. Xo'sh, bu yerdan qanday qilib olib chiqib ketsak bo'ladi? Shu savol meni qiynayapti obunachilar. Давайте bo'lmasam let's go bir nima qilib olib ketishga harakat qilamiz. Yo'qmi-yo'q, ekranim ham ko'rinmayapti даже. Xo'sh, mana qishloqqa bir amallab olib kelib oldim obunachilar. Shuning uchun albatta videoga like bosinglar. Endi men qishloqda bir aylantirib uyimga borib, shuni sizlar bilan mashinani qanday yurishini obzor qilamiz. Qani, let's go. Wow, yurishlari, tezliklari imba plus obunachilar harbiyskiyligi bilan o'tdi. Wow, drift. Yo'q-yo'q, drift ham qilar ekan. Hattoki bu mashina molni urib ketdi. Mana o'ldi. 100 talik o'ldi. Xo'sh, mana shu yerdan o'tamiz. Yo'q-yo'q, Minecraft'im qotib qoldi. Nima? Yo'q-yo'q, mana Minecraft'im hech qachon qotib qolmagan. Bu juda ham kuchli mashina, harbiyskiy, shuning uchun Minecraft'dan qotib qoldi shekilli. O'zingizlar bilasizlar obunachilar. Let's go obunachilar. Shuning uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosinglar. Bu mashina oddiy emasligi bilan o'tdi. Aniq bilinyapti. Xo'sh, kelinglar endi bo'lsa mana shu yerdan asta-sekinlik bilan tog'larga ham chiqib ketaverar ekan bu mashina obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Hech qanday portlab netib nominal bo'lib ketish mumkin emas ekan bu mashinada. Xo'sh, obunachilar, nima qayerdan olding bu mashinani? Bu mashinani men seni o'zimning pulimni yo'q, to'g'ri topib oldim, qisqa qilib aytganda. Korоче, sen buni ko'rmading. Tushundingmi? Ha, tushunmadim. Bir minishga berasanmi? Sen buni mina olmaysan, chunki boshing katta. Boshim katta bo'lsa nima qilibdi emas. Qanaqa men hozir menga aytib beraman. Menga aytib berasanmi? Xo'sh, ko'rishingiz mumkin bu mashina topib qoldim. Korоче, necha pul turar ekan? Давайте Google dan qidirib ko'ramiz. Xo'sh, bu tomondan rasmga olamiz, bu tomondan rasmga olamiz va bu tomondan rasmga olamiz. Qani necha pul ekan? Nima? $1 million? Nima $1 million? Yarim millionini menga berasan yoki men hammaga shikoyat qilaman. Jim tur faqat. O'ylab olishim kerak. $1 million. Vau, obunachilar. Просто lol obunachilar. $1 million obunachilar. Bu mashinani men sotib yuborishim kerak. Hozir mana shu yerda o'zim cho'ktirib o'ldiraveraman. $1 million ga men hattoki qishloqni sotib olishim mumkin. Podpischiklar o'ylayapsizlarmi? Yo'q, shuncha pul endi bizda bo'ladi. Yo'q, men mana shu yerda baliq ovlab jinni bo'lib qolaman hozir obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Wow, buncha pul. Yo'q, Juniorson jetilni talab qilayotganini qaranglar, yuz ishlab ketib. Bu mashinani men uyimning orqasiga ham yoki birorta joyga joylashtirishga harakat qilaman va bir nima qilib yo'qotamiz obunachilar. Bu bizning qishloqda tursa, bizning qishloqqa o'g'rilar juda ham ko'p keladi, playerlar juda ham ko'p keladi. Korоче, obunachilar, yomon muammolarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun mana shu yerga joylashishga harakat qilaman. Podpischiklar, let's go. Давайте mana shu yerni ochamiz. Okay, nice bo'ldi. Endi bo'lsa biz mana bu mashinani mana shu yerga qo'yishga harakat qilamiz. Okay, nice. Endi bo'lsa kelinglar, manamiz qayoqqa olib ketyapsan? Senga nima? Bu meni yo'qmi, ish yo'lni buzib tashadi. Hammasi sanada bo'ldi. Jetil nima chalg'ityapsan? Meni gapirmay tur. Ha, bo'pti. Xo'sh, obunachilar, bu uyni ham buzib yubordik-ku. Jeniorson bu mashina hattoki farsajda qatnashsa ham bo'lar ekan. Yo'q, bu portlash haqida. Xo'sh, obunachilar, biz hamma yo'qni buzib tashladik va qaytarib qurdik. Qisqasi, men shu uy markasiga olib o'tib bo'lmadi, umuman iloji bo'lmadi obunachilar. Nimaga desanglar, bu mashina juda ham katta va qandaydir qo'polroq, hamma yo'lni buzib tashlayapti, lekin o'zi portlagisi ham kelmayapti, hattoki qaralgisi ham kelmayapti obunachilar. Shuning uchun men hammani uyini qaytadan tiklab berdim. Tashi o'zimning uyim ham buzilib ketdi obunachilar. Shuning uchun men bu mashinani просто sotib olaman yo biror nima qilamiz obunachilar. Nima qilamiz bu mashinani? O'zingizlar taklif beringlar obunachilar. Men bilmayapman nima qilishni. Uy obunachilar sotib olamizmi, sotib olsak buncha pul qatdan olding deb hamma bizdan so'raydi. Shuning uchun albatta obunachilar o'zingizlar kommentariyaga yozib qoldiringlar. Ko'rishlar mumkin, hamma yo'q buzilib ketgan. O'zim ham hayronman obunachilar, ko'rishlar mumkin. Albatta kommentariyaga bu mashinani nima qilamiz? O'zingizlar aytinglar, podpischiklar. Men umuman bilmayman nima qilishimizni, tushunmayman, hayronman obunachilar. Просто men shokdaman. Let's go obunachilar. Albatta kommentariyada hammani izohini kutaman. Albatta mingta bo'lishimiz uchun kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosinglar. Videoni oxirigacha o'tkazmasa ko'rganinglar uchun hammaga rahmat. Videomiz oxirgi 30 soniyasini sizlar bilan gaplashishga o'tkazishga harakat qildim. Sizlar bilan men fermer bo'ldim. Albatta mana bu mashina bo'ldi va qishloqqa bo'ldi. Sizlar bilan, короче, let's go. Hammaga ko'rishguncha xayr. Let's go.